Assalomu alaykum, Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilar. 2025-yilda Sokolga granit mramor yopishtirish qanchadan bo'lyapti? Narxini yoritib beramiz. Undan tashqari ustakalarimiz hovlisiga ro'p-ro'sa 1 yil oldin shunaqangi burchatga bosib berishgan ekan. Xizmatlar Vodiy Toshkent bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Xo'sh, burchatkamiz oq sementga qilingan qadrdonlar. 1 kvadratini bitishi agarda shunaqangi fasonda bo'ladigan bo'lsa, qadrdonlar 100 ming so'm ekan. Ya'ni burchatkani o'zi 55 ming so'm, ustanovka xizmati 45 ming so'm. 1 kvadratini bitishi 100 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Yo'q, menga boshqacharoq fasonda desalar, akalarimiz o'zlari burchatka ishlab chiqaradi. 100 ming so'mdan 130 ming so'mgacha bitishi bilan akalarimiz ustanovka qilib berishyapti. Xohlagan fasoningizda tayyorlashib berishaveradi. Xo'sh, Sokolga keladigan bo'lsak, qalamchali variantda Xitoy kafel va o'zimiz O'zbekistonda mramori, balandligi 1 metr joy, qalamchali variantda ketyapti. Usta haqqisi material ichida qadrdonlar 450 ming so'm ekan. Endi joyingizga qarab turib narxlar o'zgaraveradi. Kichikroq bo'lsa arzonroq bo'ladi, balandroq bo'lsa qimmatroq bo'ladi. Agarda buni 5 qalamcha bo'ladigan bo'lsa, narxlar yana ham tushadi. Agarda sizga kafelda o'zini terib beradigan bo'lsa, narxlar juda ham arzon bo'ladi. Xo'sh, mana bu zinaga keladigan bo'lsak, bunga ham o'sha mramordan zina qilib berishgan ekan qadrdonlar. Ko'rib turibsizlar, bitta zinani bitishi ketyapti turgan material ichida 250 ming so'mdan. Ko'rib turibsizlar, juda ham sifatli bo'ladi, yaxshi, zo'ridan bo'ladi. Xo'sh, tepadagi mana bu zinaning tepasidagi yo'lga qadrdonlar, buni ham o'sha tabiiy toshdan terishgan ekan. Mana bu Xitoyda metallogranit bo'ladi. Bunimizni ketyapti turgan usta haqqisi-yu, materiali 1 kvadratini bitishi 250 ming so'mdan. Qadrdonlar, xizmatlar butun O'zbekiston, bas, Vodiy Toshkent bo'yicha ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.